sigaretni halol emasligini insonning sog'lom tabiati o'zi ko'rsatib turadi. Sigaret chekadiganlar diqqat qilinglar. Bir piyola choy ichasiz, sharbat ichasiz, olmani yeysiz, ol bismillah deysiz. Sigaret chekayotib bismillahda boshlaysizmi? O'zingiz aytyapsiz bu narsaning noto'g'riligini. Yeb bo'lib turib, ichib bo'lib turib, boyagi narsani alhamdulillah deysiz. Endi sigaretni tugatib turib, alhamdulillah deysizmi? Demaysiz. Endi qarang, uyga bitta qovunda olib kelasizda, olib kelib ichadi deysiz. O'tiringlar, bir so'yib yeymiz deysiz. Bismillahda boshlab alhamdulillah tugatasiz. Endi bir pashga shu sigaret tashladingizda, olinglar hozir. Bir chekamiz deysizmi? Nimaga demaysiz? Shu qilayotgan ishingizni o'zi sigaretda pok narsa emasligini ko'rsatib turibdi. Yoki yana bitta sigaret chekadida yerga tashlaydi. Ezib qo'yadi. Endi bir tishlam nonni yerga tashlab turib oyog'ingiz bilan ezishdi. Tasavvuringizni sig'dira olasizmi? Demak, shu sigaret tashlab ezayotganingizda ham uni nopokligini o'zingiz aytyapsiz. Yoki hojatxonada o'tirib olmay ishni tasavvur qila olasizmi? Lekin nima qilasiz? Sigaretni chekasiz. Xullas, birodarlar, aqliy, naqliy, ilmiy dalillar to'lib turibdi. Faqat tashlash kerak xolos.